deylar. Keyin mojito ichishga, Anjir milliy taomlariga. Shahnoza, hech mana shunaqa manzarada o'tirib marojni yeganmisiz? Marojni yemoqchi bo'lsangiz, Anjir milliy taomlariga keling, Shahnoza. Gulnoraxon, siz mana shu kelsangiz juda mazza qilib ketar ekansiz-da. Desertga qarang, qanaqa narsalar bor ekan. Buni marojni bilan aralashtirib yeyish kerak edi. Italiyada mana shunaqa yeydi. Anjir taomlarida ham mana shunaqa yer ekan. Sojidaxon, tanijoningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Mojito ichib, mana bunaqa desertlardan yeb, Anjir taomlariga keling. Kutaman, ha? Sojidaxon, eng zo'rlari Anjir milliy taomlarida. Bilasizmi? Sojidaxon hamma Sojida degan ismlarga jo'natilmaydi yoni. Nigoraxon, Nigora Akbarovna, sizni ham kutib qolamiz. Anjir taomlarida. Dilnozaxon, Dilnozaxon, mana bunaqa mojitolarni ichgani keling. Mashit ichamiz, to'g'rimi o'tirib? Orqani qarang chiroyliligini, Dilnozaxon. Hamma Dilnozalarga jo'nating, Dilnozaxon. Bay, mazaliligini qara buni. Bunaqasi faqat Anjir milliy taomlarda bo'ladi. Dilnozaxon. Gulbahor Akbarovna, sizni ham kutib qolamiz. Anjir taomlarida. Mana shunaqa desertlardan yeb, mojitolardan ichib, mana bunaqa balkonlarda mazza qilib, ochiq havoda o'tirib keting bizlar bilan. Munisaxon, marojniga marhamat, Munisaxon. Marojnidan yeb keting. Endi doddalari. Buni yeysiz, littat qilasiz osmonga. Munisaxon. Rayhon, sizni kutib qolamiz. Milliy taomlarda. Anjirligi sizdan chiqmasin, ha? Anjir. Anjir milliy taomlarni birinchisi Yunusobod 14-kvartalda, ikkinchisi Oybek metrodan sal pastroqda shu To'rastovili 12da. Hamma ismini aytgan qizlarimiz videolarni jo'natib qo'yinglar shunaqa ismli qizlarga. Kelinglar qizlarjonlar, bu littat qilasizlar. Barnoxon, sizni esingizdan chiqmasin. Sizni Anjir milliy taomlarida kutib qolamiz. Marojnilar, desertlar, mojitolar. Sog' bo'lasiz. Zulayho, milliy taomlar ko'p, lekin Anjir boshqacha, to'g'rimi? Albatta Anjirga kelinglar.